Endi O'zbekistonda tibbiyot sohasida o'qiyotgan talabalar o'qishini Janubiy Koreyada davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Toshkent kimyo xalqaro universitetiga Janubiy Koreyaning nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri Kyundong universiteti delegatsiyasi tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Assalomu alaykum. Men Janubiy Koreyadagi Kyungdong universiteti rektoriman. Universitetimiz 3 ta kampusdan iborat bo'lib, global kampusda ta'lim to'liq ingliz tilida olib boriladi. Hozirda 8000 ga yaqin mahalliy va 2000 ga yaqin xorijiy talabalar tahsil olmoqda. Toshkent kimyo xalqaro universiteti bilan hamkorlik doirasida 2+2 dasturini yo'lga qo'yishni rejalashtiryapmiz. Bu orqali hamshiralik ishi, stomatologiya va boshqa tibbiyot yo'nalishlarida qo'shma ta'lim dasturlari amalga oshiriladi. Shuningdek, professor o'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlari ham yo'lga qo'yiladi. Tashrif davomida universitetning Toshkent va Namangan kampuslari bilan tanishdik va bu yerda yaratilgan sharoitlarni yuqori baholadik. Bizning fikrimizcha, Toshkent kimyo xalqaro universiteti katta salohiyatga ega va tez rivojlanayotgan oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Shu bois bunday universitet bilan hamkorlik qilish biz uchun katta sharaf. Mazkur hamkorlik doirasida talabalar almashinuvi dasturini yo'lga qo'yish, shuningdek professor o'qituvchilar va amaliyotchi shifokorlar uchun malaka oshirish tizimini rivojlantirish rejalashtirilmoqda. Mana hozirgi kunda globallashuv dasturlarimizni tobora kuchayib boryapti. 30 dan ortiq davlatlar bilan 120 dan ortiq xalqaro universitetlarning kelishuvlarimiz bor. Endi bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda Toshkent kimyo xalqaro universiteti Koreya davlati bilan 30 dan ortiq memorandumlarga va undan tashqari kelishuvlarga erishgan. Hozirgi kunda universitetimizning 300 dan ortiq talabalari Koreyaga borib 1+1, 2+2, 3+1 dasturlarida o'qib kelishmoqda. Xususan Kyundong rektori janob Chung kelganlar Samarqand, Namangan filiallarimizga ko'rsatib berdik. Juda hayratdalar qilayotgan ishlarimizdan. Ulardan kelib chiqib Mr. Chung yanada hamkorlikni kuchaytirish uchun bizdan talabalarimizni almashuv bo'yicha dasturlarga bugun imzo qo'yamiz kelishuvlarimizga va talabalarimizni keyingi semestrdan boshlab o'sha Koreyaga yuborishni boshlaymiz. Birinchi semestrda eng kamida 20 ta talabani so'rayaptilar. Undan tashqari Koreyadan ham talabalar bu yoqqa keladi va nafaqat talabalarni, o'qituvchilarni ham kelishuvni, almashuv dasturlarini kelishyapmiz. Koreyaga borib stomatologiya o'qituvchilarimizni malakasini oshirish, yodiga stomatologiya doktorlarini kimyo xalqaro universitetiga olib kelib, talabalarimizga o'qitish, o'qituvchilarga master klassda o'tish. Mana shunaqa dasturlarni bugun kelishuvimizni imzo qo'yamiz va kelasi yildan yanada hamkorligimizni kengaytirish reja qilamiz. Tashrif davomida Koreya delegatsiyasiga universitetning moddiy-texnik bazasi ham ko'rsatildi. Universitet qoshidagi klinika, uning zamonaviy o'quv va amaliy bazasi, jumladan stomatologiya va jarrohlik yo'nalishlaridagi trening markazlari namoyish etildi. Bugungi mehmonlarimiz Janubiy Koreyadan Kyungdong universitetidan kelishgan. Bularda tibbiyot maktabi juda ham rivojlangan universitetlardan biri bo'lgani uchun o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish reja qilganmiz. Birinchi navbatda hamshiralik ishi bo'yicha, ya'ni 2+2 dasturini yaratish bo'yicha va stomatologiya, davolash ishi va boshqa yo'nalishlarda hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Hamkorlikning birinchi bosqichi sifatida talabalar almashuvi hamda vrachlarni malakasini oshirish bosqichidan boshlamoqchimiz. Vrachlarni malakasini oshirishda biz yangi yo'lga qo'ygan yo'nalishimiz bor klinikada. Bu intervension xirurgiya, ya'ni angiografiya yo'nalishimizda o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bugungi kunda biz angiografiyada juda og'ir, o'ta og'ir operatsiyani amalga oshirib kelyapmiz. Ya'ni shoshlanish deydi. Tez yordam bilan kelgan yurak yetishmovchiligi yoki o'pkada tromb tiqilishi, shunga o'xshash tashxisdan keyin bemorlarni qabul qilib turibmiz. Endi shu tajribani Koreyadan o'rganib, o'zimizda to'liq joriy qilib, amaliyot tatbiq qilmoqchimiz. Universitetda mavjud moddiy imkoniyatlarni ko'rsatdik. Ulardan avvalo stomatologiya yo'nalishdagi fantomxonalarimiz. Bu O'rta Osiyodagi eng katta mikroskopiya fantomxonasi hisoblanadi. Yana laparoskopik surgery bo'yicha, ya'ni xirurgiya bo'yicha trening sentrimiz bor. Uni artroskopiya bo'yicha trening sentrimiz ko'rsatdik. Sobiq mamlakatlarda yagona bo'lgan translyasion mikroskopiya xonamiz.
bilan tanishtirdik. Undan tashqari bizadagi shu yangi оборудованиemiz U-Angio deydi, ya'ni angiografiyani 3D imkoniyatlarini va sun'iy intellektdagi bor imkoniyatlar bilan tanishtirdik. Bugungi kunda U-Angio texnologiyasi, angiografiya apparatimiz sobiq ittifoq mamlakatlarida yagona hisoblanadi, ya'ni o'zini sun'iy intellekt imkoniyatlari bo'yicha. Bu bo'yicha kuni kecha workshop o'tkazdik, xorijlik mehmonlar bilan onlayn translyatsiya o'tkazdik. Onlayn translyatsiyamizda xorijlik hamkorlarimiz 2000 dan oshiq intervensionist xirurglar ishtirok etishdi va o'zlarini apparat to'g'risidagi imkoniyatlar to'g'risidagi qilinayotgan ishlar to'g'risidagi iliq fikrlarini bildirishdi, o'zlarining tavsiyalarini berishdi. Xudo xohlasa, ular hammasi amaliyotga joriy qilamiz. Abituriyentlar uchun muhim yangilik. O'zbekistondagi eng nufuzli oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblangan Toshkent kimyo xalqaro universitetida qabul jarayonlari boshlandi. Universitetda tibbiyot, moliya, muhandislik, arxitektura va qurilish, pedagogika, umuman 30 dan ortiq yo'nalishlarda ta'lim olish, xalqaro ta'lim dasturlari va xorijda o'qishni davom ettirish imkoniyatlari mavjud. Batafsil ma'lumot olish uchun universitetning rasmiy sahifalari va aloqa raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.